Sizlar uchun manfaatli video qilishda charchamayman. O'zimni manfaatimdan kechgan holatda sizlar uchun shunaqa bitta zo'r do'kon topib qo'ydim. To'g'risi, tirikchilikdan qolaman, lekin siz uchun hamma zapchastlarning narx-navosini ochiqlab ko'rsatib beraman. Sizga manfaatli bo'lishi aniq. Voy, mana buni qarang. Zimmerni originali, bunaqasini ko'p joydan topa olmaysiz. Narxi atiga $6,5. E7 ledni originali, narxi atiga $10. Foydalanib qoladigan joyi. Bu balon qoraytiradiganni mashinasiga mehr berib yuradigan insonlar yaxshi tushunishadi. Narxi nech puldan oltdingiz aka? $1.80 dan topib qo'yganman. Ultrasonic originali, mana brend ko'ryapsizmi? Buni ko'pchilik biladi. Narxi atiga $11. Qo'limdagi registratorda hamma yoqda poddelkalari chiqib ketgan, lekin bu yerda originali bor ekan. Originali poddelkaning narxidan arzonda $28 atiga. Mana shu naborni hamma yoqda eng arzoni 70 ming so'mgacha sotishyapti. Men sizga aka 50 ming so'mga topib qo'ydim. Bu signal originali, mana tagida Lucia yozig'i bo'ladi. Narxi $6. Mana asvitili tanibyapsiz aka, maza qilib ishlatgan suv narxi atiga $9 dan. Aka oynalarni sindirib qo'yib, narx-navosini bilmaysiz-ku. Gentre, Epica, Tracker 1, bu yoqda Malibu 1. Okey, BYD ham bor. Narxi atiga $5,5 dan boshlanadi. Bu videoni boru hamma yaqin mashinasi bor do'stinglarga jo'natasizlar. Zapchastchi, tuning okalarim, mendan rozi bo'lasizlar. Bu hammasi xalq uchun. Agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, yaqinlarga jo'natasizlar.